olib ketay qizlar faqat mennami yoki sizlarda ham shunday chiqimi? O'zimda uyimda o'zim borki ish qilmasam tekinxo'rday his qilaman-da o'zimda. Yaqinlarimiz ham ayniqsa yerimiz ham borki tekinxo'rda yashayotganimizni his qildirmagancha qo'ymaydi-da. Hamma ishni qilib borki bir 5 minut uyga kirib ketsan, sen bir yarim soat vaqting bor, nima ish qilding yarim soatda? Quri jotdingmi deydi. Shunaqangi tanamdagi bor teshigim borga qisilyapti-ku. Nima biz shunchalik yarim soatdan o'zimiz ajratolmaydigan darajada bir qulmizmi? Bir 20 minut tualetda o'tirib mazza qilib pishdim deya olmaymiz-da bizlar. Mumkin emas u ham. Erimni xoyolida idish tovoq, uylar, hamma narsa ovqatlar o'zi bo'lib qoladigan. Men mazza qilib ko'tim ko'tarib jotayotgandek his qiladi-da. Shunday men faqat jeb jotaman. Kasal bo'lsak, iltimos qilib yo'l pul so'rasak faqatgina bu yog'ini yenamizga yetib olsak, yenamiz o'zi davolaydi. Qur'on sultondek o'zimizni his qilmasak, bitib sadoqat bilan xizmat qilsak, orqadan ish qilmasak, eng original ayol bizlar bo'lsak, salonga bormasligimizni, kiyim olmasligimizni hali ham aytmayapman. Shunchaki yarim soat o'zimizga vaqt ajratishga haq